Endi zo'r, kuchli, omadli qilmoqchimisan, 5 ta harakat bor ayol kishida. Birinchi o'rinda yotoq joyi har kuni almashtirilishi kerak. Bu tanaga, ruhiyatga, qalbga ta'sir qiladi. Nima degani almashtirish kerak? Masalan, yangi postelga yotdingiz. Ertalab qanday turasiz? Har kun yengillish kerak. Ha. Ayollar bir qarab ko'ring. Ikkinchisi, kechagi ovqatni isitib bermaslik kerak ekan. Yangi svej tayyorlash. Yaxshisi kamroq qiling, Har kun qiling. har kuni qiling. Uchinchisi, kechagi ust-boshni kiymaslik kerak ekan. Bitta narsa borda, положительный energiya bor, отрицательный energiya bor. Eng yomoni seri energiya bor. Seri energiya qanaqa? Yuvsangiz ham ketmaydi. To'rtinchisi esa erkak kishi uydan chiqib ketayotganda, men ketdim deganda ayol kishini kulgusini ko'rish kerak ekan. Yaxshi e'tibor berasiz. Ha. Eng zo'r o'zingiz deb qo'ysangiz. Ha. Men siz bilan Oshxonadan gazini bosing. Ayol kishini erkak kishi uydan chiqib ketayotganda ko'rsa, xuddi bir zo'r kayfiyat bilan ketadi. Zo'r kayfiyat bilan ketadi. 5-chi holat, albatta ayoli erini yo kostyumini yoki kurtkasini ustiga kiygizib qo'yish kerak ekan. Bu psixologiya olamida erkak kishiga qanot kiydirgandek tuyular ekan. Zo'r gap. Bo'ldi, yetar ekan shu holat. Yetar ekan. Erkak kishiga endi shundan keyin bo'ldi, gazni bosing dadasi, odam adartirsa kuchi yetadi. Erkaklar ham ketayotganda bitta ayolni tabassum bilan bitta o'pib qo'ysa, вообще